Uyingizda 5 dona piyola bilan 1 stakan qatiq topiladi, to'g'rimi? Keling, bugun birgalikda yumshoq keks pishiramiz. Xususda sodani o'ldirib, qatiq aralashtirib chetga olib qo'yamiz. Tuxumga shakar qo'shib, oppoq ko'pirgungacha mikserlab olamiz. Ustidan qatiq va o'simlik yog'i solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ustidan elangan un, razrexetil, xohishga ko'ra vanilin qo'shib, bir xil massa bo'lgungacha aralashtiramiz. Massamiz quyuqligi videoda ko'rsatilgandek bo'ladi. Bitta plitka shokoladni ikkiga bo'lib, bir qismini maydalab, solib aralashtiramiz. Piyola, chini, kofe ichadigan qog'ozli stakaningiz bo'lsa, bemalol bu keksni pishirsangiz bo'ladi. Idishimizni yog'lab, keks xamirimizni to'ldirmasdan teng taqsimlab quyib chiqamiz. Shokoladimizni ikkinchi qismini mayda bo'laklarga bo'lib, ustiga bezagi uchun ishlatamiz. Men yong'oq mag'zini ham sepib yubordim. 160 gradusda 40-50 daqiqa har tarafi qizargungacha pishirib olamiz. Shunda ichlari berch bo'lmasdan chiroyli pishib chiqadi. Oddiy masalliqlardan tayyorlanadigan ushbu yumshoq keksdan siz ham albatta tayyorlab ko'ring, azizlarim. Yurekchani bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yishni unutmang.